Lolalar meni dardim biladi, lolalar azizlarim ham biladi, bishkeklardan uy olishim lolalar. Azizlarim, men Bishkek shahridaman. Shaharga juda ham yaqin, zo'r lokatsiyadan sizlarga yana uy topib keldim Bishkekda ham. Azizlarim, bunaqasi bo'lmagan, unaqa qimmat emas, ko'rishda davom ettinglar. Mahallamiz qalin, azizlar. 3,5 sotik shunaqa ham shinam, kirib yashaydigan sharoitlari bor, to'rxonasi bor, uyning ichida sanuzurlarigacha bor. Unaqa qimmat emas, o'shda uylar, domlar bo'lsa ham obmen qilaveradigan juda ham yaxshi lokatsiyadan azizlar, bugun 7-aprel bo'lyapti, sizlarga ilinib keldim. Bitta ko'rishda davom etinglar-da. Azizlarim, uyning ichki qismiga e'tibor beringlar. Remontlari zo'r. Azizlar, to'rxonadan iborat 3,5 sotik uyimiz. Hammasi shunaqa remontda, oxirgi remontlardan deyolmayman. Juda ham yaxshi remontlarda kirib yashaydigan sharoitlari bor. Bu bitta uzun zalimiz bo'lyapti, azizlar. Bu yerda bir to'y to'rkunlar qilsangiz 40 ta 50 ta odamlarni o'tkazib yuborasiz. Azizlarim, sizlar bilan mehmonxonani, ya'ni zalni ko'rdik. Xo'p, bu yerdan chiqqaningizdan keyin spalniyaga ko'z tushadi. Azizlar, qaranglar. Spalniyamiz ham juda ham shinam, chiroyli, akkuratniy, azizlar, yosh oilalar kelib mazza qilib yashaydigan. Eng qizig'i, azizlar, mana shu yerda ko'rib turganki jihozlar hammasi qoladi ekan. Xo'p, zaldan chiqqaningizdan keyin o'ng tomonda spalniya bo'lyapti, chap tomonimizda mana shiringina, kichkinagina, ixcham detskiy spalniyamiz bo'lyapti, azizlar. Azizlar, yana qaytarib aytyapman, bu yerda ko'rib turganki jihozlaringlar qoladi, azizlar. Eng qizig'i, mana bu holga o'zinglar bir e'tibor beringlar. Aka, abening bu koridor emas, holda juda ham katta dom qilib solingan ekan. Xo'p, u yerdan chiqqaningizdan keyin, spalniyadan chiqqaningizdan keyin tashqariga chiqishni hojati yo'q. Mana azizlarim, sanuzurlarimiz oppoq chiroyli, remontlari yaxshi holatda, har xil hid xushlari yo'q, azizlarim. Xo'p, 4-xonamiz hozirgi kunda, bugungi kunda kuxnya bo'lib ishlatilyapti. Unga ham bitta e'tibor beringlar. Uyni ko'rdinglar, bu yer dom qilib solingan ekan, azizlar. 3 xonasi bor, plus koridori, plus sanuzuli. Xo'p, naveschalari bor. Shiringina, azizlar. Qor, yomg'ir demaysiz bu yerda. Mana damashni tapchkalarda shunday chiqib turib, kendayalar mana shunday oshxonaga kirib ketaverasizlar. Qaranglar, azizlar, eng qizig'i mana shu muzlatgichlarimiz ham qoladi ekan sizlarga. Shiringina qilib bizga manirovkalar qilib qo'yib, o'shdan kelgan mehmonlar deb operator bilan maza qilib shashlik-xo'rlik qilib ketamiz. Xo'p, mana gaz parovoy отоплениясini qaranglar, azizlar. Svetda, ko'mirda, azizlar. Gazda 3 в 1 hamma yo'lda sharoitlarni zo'r qilib qo'ygan ekan. O'shdan variantlari bor ekan. O'shdan uylaringlar bo'lsa, obmen yo'llari ham bor ekan. Dommi, yer uymi, albatta akamizga telefon qilib, predlagat qilib ko'ringlar. Bishkekda sentrga juda ham yaqin, azizlar. Peshkom chiqasizlar ekan O'sh bozoriga. Azizlar, robotxonadan kirganinglarda mashina qo'yadigan joylarimiz bor. Tevasi to'siq, naveschalari bor. Xo'p, mana yerda ancha-muncha mehmonlar kelganda, to'y to'rkunlar bo'lganda, ivir-sivirlarni mana shu yerga yetkazib yuborasiz. Bu o'ruschasiga aytganda kladovka bo'lyapti. Azizlarim, mahallamiz juda ham shinam, juda ham qo'shnilari yaxshi ekan. Mana o'ris, to'tinina, mana Dad Volodya, azizlarim, mana Seryoga, Uyg'urlar, qirg'izlar, o'zbeklar hamma yashaydi, internatsional ekan, azizlar. Qiziqinglar shu yerga, yo'lni bo'yiga juda ham yaqin. Bog'larimizni ko'rsatamiz, azizlarim, sizlar videodan uzoqlashmay turinglar. Adreslarimiz Qirg'iziston, Bishkek shahri bo'lyapti, azizlar. Mahallani ko'rdinglar. Juda ham fayzli, yaxshi mahalla, azizlar. Eng qizig'i asfalt, azizlar. Yo'lni bo'yiga yaqin, shaharga ham yaqin, O'sh bozorlariga ham. Bolajonlar maza qilib o'ynaydigan aka beringlar, detskiy plashatkalari bor. Azizlar, eng qizig'i puli zo'r narxda, bunaqasi bo'lmagan. $115,000 yana ozgina kami bor. Agar variantinglar bo'lsa, o'shda uylar bo'lsa, uylarni bersanglar ham bo'laverar ekan. Mana yo'lni bo'yi, aka beringlar yo'lni bo'yini. Juda ham zo'r, azizlarim. Qaranglar, mashinalar u yoqqa ham bu yoqqa o'tib turadi. Uyimiz orqa tomoni уже O'sh bozori bo'lyapti. Hamma kommunikatsiya bor, azizlarim. Bunaqasi bo'lmaydi hali. Men sizlarga ilinib keldim, azizlarim, poytaxtdan. Bu Bishkek shahridagi uyimizni, azizlarim, telefon nomerlari kerakmi sizlarga? Albatta telefon qilinglar. O'shda uylar bo'lsa, Bishkekka kelib yashaymiz desanglar ham telefon qilib ko'raveringlar. 0503 bilan 66 61 17. Azizlar, buni 998 bilan qilsanglar ham bo'ladi. 998 bilan 66 61 17. Albatta telefon qilinglar, gaplashinglar. $115,000 yana kami bor deyapti, azizlarim. Shaharga yaqin, juda ham yaxshi lokatsiya, azizlar. Sizlar meni kanalimni kuzatishda davom ettiringlar, xudo xolasa. Bo'ldi, buni bu yaqin rayonlarga boramiz. Noqot, Aravon, Barkin, Qizilqiya. Biz hozir Qirg'iziston poytaxtida sizlarga ilingan uyimiz shu bo'ldi, azizlarim.